Assalomu alaykum hurmatli YouTube a'zolari, Yusuf Moto kanalining podpischiklari. Hop, Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumanidagi Yusuf Moto do'konimizda hop, Agri Globe 180 mini traktorimiz mana. Hop, mana buni qulayliklari bitta barmoqda boshqariladi mana. Juda yengil. Gidravlika ham bunaqa burilmaydi. Mana akalar. Mana bitta barmoqda urib tashlaymiz. Juda yengil, ixcham qilib ishlab chiqarilgan bitta barmoqda. Nima deyapti bu akalar? Bunaqa texnikalar sifatli va arzon texnikalar faqat Yusuf Moto do'konida topasiz. Manizli pavushi desalar bor, afsalliklar. Juda qisqa joydan burila oladi. Bunda akalar hop alohida tormozlar bor. Mana yakka tormozlar. Burish uchun ruchnoy tormozlarimiz mana. Ruchnoy tormozlarimiz bor. Oldiga qo'shimcha nasoslarimiz ham ulangan. Mana oldiga qo'shimcha o'sha jatka uchun, yo rotorni kasilka uchun, yo yer surib teksa beradigan uskunalar uchun alohida nasoslar qo'yilgan. Hop, faralari mana faralar 4 tali led fara bemalol kechasi ham ishlashingiz mumkin. Bundan ham sifatli tomoni mana materiallari bemalol qalin ustiga chiqib mana ustiga chiqib sakrasa ham qiyshaymaydi, sinmaydi mana. Hoppa. Akalar nima deyapti bu? Xohlagan joyga chiqsa kirasiz. Mana ustiga chiqsa ham bo'ladi mana. Akalar narxi 30 million so'm. Akalar bemalol kelaverasizlar Yusuf Moto do'konida. Sifatli va arzon texnikalar mana. Xohlaganlarga pol kabinali, xohlaganlar 5 kabinali komplektida bo'ladi. 2 korpus plugi frizasi bo'ladi mana. Qolganida friza taqilgan. Mana. O'sha narsa komplektida bo'ladi akalar. Shoshilamiz, harakat qilamiz aka. Bunaqa sifatli texnikani Yusuf Moto do'konida faqat. Kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.